Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 19-noyabr, haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani. Shu Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Nech pul deyapsiz aka bularni endi? Ular donaga 160 mingga sotiladi. Donaga 160 ming so'mdan, ha? Razmer nechtalik? Razmer 3 talik. Razmer 3 talik ekan. Nechidan nechigacha? 40 gacha razmer bo'ladi bu. Nechidan? 38 42 razmer. Ha, 38 40 42. Bu modelimiz shunaqa. Hop. Qolganlarimiz boshqacha razmer. Mana bu kichkinacha nech pul ekan? Ularimiz Xitoy, pachkaga 65 ming. Pachkaga 65 ming so'm ekan, Xitoydagi ekan. Donaga nech pul? Donaga 70-80 sotiladi. Donaga 70 ming 80 ming so'm sotishar ekan. Nech pul u? 40 dan boshlanadi. Ha, 46 48 razmergacha. 4 talik, 3 talik bor buni. yaxshi. Xo'p, telefon nomeringiz necha aka? Telefon nomerimiz 50 lik. Nomerlari 50 lik 999 999 99 15 17 17 ga telefon qilaverasizlar, ha? Tomonga obzor qilib yuboraman. Xudo xolasa mana Kamzirsalar kamzir. ha, bu yangi yo'q kamzirlar nech pul aka? O'ylar bular. 35 ming pachka beramiz. Pachkaga 35 ming, donaga Donaga 45-50 sotilaveradi. 45-50 ming sotilaverar ekan. Xo'p, hozir sizda asosiy o'zimizda ishlab chiqarilgan narsalar, keyin Xitoylar ham bor, ha? Xitoy aralashgan Namangan ishlar bizda. Ha. Mana bu jeletganmi? To'qima. To'g'ma bu Xitoy. Ha, bu Xitoy ekan. Nech pul bu? Xorjun ekan. Pachkaga 60 ming beramiz bularni. Pachkaga 60 ming so'm, donaga Donaga 70-80 sotilaveradi. 70 ming 80 ming sotilaverar ekan donaga. Belkallari bor buning. 7-8-9lari. Mana bunaqanglari ham bor ekan, mana. Nech pul aka bu? Bularimiz belka razmerlar. 65 ming pachka. 65 ming pachkaga, donaga Donaga 80-85 ketaveradi. 80 ming 85 ming ketaverar ekan donaga. Bunisi nech pul aka? Bularimiz pachka 65 ming. Pachkaga 65 ming so'm, ichi mehli ekan. Donaga Donaga 5-10 ming qo'yilib sotilaveradi. yaxshi. Donaga 5 ming 10 ming qimmatroq bo'lar ekan. Telefon nomerlar aytildi. Bozor ertalab shu 5 ta boshlanib, kunduzi hozir biz bu videoni nechida olyapmiz? 12:30 dan ham o'tkazib soat. Endi vaqtliroq kechalaring, hali bozor odam ko'p bo'ladi. 9larga. Rasa bozor tugashi 10 da o'zi yig'ishtirishni boshlaydi sotuvchilar. Shuning uchun vaqtliroq kelaverasizlar. Telefon nomeringizni yana aytib qo'yaylik. 50 lik 999 999 15 17. 15 17 ga telefon qilaverasizlar. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. Buni aytib ketgansan, unikini bunga topib